أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم hürmetli qarindoshlar. Din ve hayat namlı haftalık programımız arqalıq sizler bilen yeni yüz görüşdük. Programımızın bugünkü bölümünde Sile Rahim hakkında toxtırıp ötümüz. Programımızın aziz mihmalları Ustaz Siraciddin Hacim ve Ustaz Obul Qasım Hacim buludu. Erişkilerini programımıza kademdaşlık belgelik üçün kızgın karşılamak. Hem de İslam'daki Sile Rahim hemimiz kıymetini bilişimiz mühim bolgan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki en mühim alahiliklerden biri bolgan ibadet bulup bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge Ayşe radıyallahu anha anımızın Resulullah siz Sile Rahimni ulaysız sizni Allah Teala herkes rasva kılmaydı degan söz arqılıq sizden bilip alayımız. Endi Ustaz Siraciddin Hacim Sile Rahim'ninki manisi nima mesela o Arapça bir kelime. Bu Sile Rahim'ninki hükmü İslam'daki bu haqda sizlar qısqacha so'zlab bersalar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Amma ba'd. Sile Rahim degan asli Arapça söz. Bunun manisi qanlıq rishtisini çiğitish, ulash degan ma'noda bo'ladi. Endi Sile Rahim İslamning asosliq ruhidan ve Peygamber Aleyhisselam teşebbüs qilgan ve Allah Qur'oni Karimda o'ziga ibadat qilishga yandash keltirgan nurg'un oyatlarda muhim bir ibadatning birisi. Qur'oni Karimda mesela Allah Subhanahu taala Sure İsra'da ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ve bil valideyni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ve la tenharhuma degan oyatda ochiq oshkor bayon qilgan. Allah sana o'ziga ibodat qilishga buyruq qildi, undan keyin ota-onaga yaxshilik qilishga degan, undan keyin shu ota-onaga har qanday bir ishda ularga yaxshi muomala qilish, ularning xizmatini qilish, ularning ko'ngliga keladigan, ko'nglini chigadigan har qanday ishni qilmaslik to'g'riliq muhim masalada Qur'oni Karimda nihoyat ko'plagan oyatlarda bu vaqtda kelgan. Demek Allah'a ibadet qilishdan keyin yani Allah'a şirk keltirmaslik bu birinci İslam'ın en asası, imanın ruhi. Yani İslam insan bilen insanın yani kafir bilen müminin oturduğu fark fakat Allah'a ibadet qilish. Allah'a ibadet qilishdan keyinki ikinci derece ota-onaga yaxshilik qilish. Yani bir yerde yaxshilik qilish deydi asli. Hakikatte bu yaxshilik emas, ota-onaning haqqini ado qilish. Yani birinci insanlığa yok yerden payda kılığına sebep boğan Allah. Yani Allah yarattı. Ondan keyin ikinci sebepçi, yine insanın bu dünya arkadaşı ikinci sebepçi, yani ata-ana. Ondan boğan iken Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de hem orunda Allah'a özüge ibadet kılışka buyuruş bilen birge ikinci orundalar ata-anaga yaxshilik qilish ve ata-ana haqqini ado qilishga chaqirgan. Yani bu hakikaten İslam'ın ruhida en çok ibadetlerden birisi deb sanıldı. Endi hürmetlik Obul Qasım Qarim yuqorida Sile Rahimning vajibligi haqida to'xtalib o'tdik. Endi Sile Rahimni uzib qo'yishninki yomon oqibatlari dunyo va oxiratda. Bu haqda qisqacha fikrlarni bayon qilmasizlar. Bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu Sile Rahim yuqorida Ustaz Siraciddin Hacim o'tgandagidek bunun o'rni İslamda bek cho'ng. Sile Rahim qilgan odamga Allohning rahmati bo'ladi. Allah Taala Sile Rahimni yaratgan vaqtida Sile Rahim Allohga chin esladi deydi. Allah seni meni yaratdim. Nurgulgan adamlar bu Sile Rahimni davomlashtirib yaxshi muomala qiladi, nurgulgan adamlar buni yomon muomala qiladi deganda Cenab-ı Allah seni men yaratdim. Seni ulug'allarni men rahmatimga olayman, seni o'zgalarni men rahmatimni o'zima amd rozi bo'ldingmi degandan keyin o Sile Rahim o'zining roziligini bildirgan degan hadislar bor. Bu Sile Rahim hakikaten çoğun Sile Rahim qilgan odam
hayatida Allah'ın rahmetiga müyesser bulud dedi. Kur'an'da şu hadislerden şunda emniyette mi? Sizler hem ne yaxşı qılgan adamlarning kravatimiz. Sizler hem ne yaxşı qılıp ata-anasıga uruq tuqqanlar aşmamın qılgan adam dünyada mı ez bulud ekan. Allah Teala her tarafdan iqtisadiga, tijaretiga, kasbiga bereket berdi ekan. Endi bu sizler rahmini üzüp etiş bolsa, hakikaten bunun akıbeti korkunçluk. Sizler rahmini üzüp etken adamning ki hakikaten hadislerde mi ba Peygamber Aleyhisselam bir hadiste bu sizler rahmini üzügen adam cennet kirmeydi o deydi. Bunun korkunçluk bir haber olması gerek. Çünkü mümin Müslümanın hemimizin arzuyumuz şu cennet. Xudoyim do'zaxdan panoh bersa, shu jannatga kirgizsa ekan degan arzuni qilgan ekanmiz. Biz mushunda sizlar rahmini uzib qo'yishdan nihoyat diqqatli bo'lishimiz kerak. Endi bu hayot dunyoda tajriba ko'ryapmiz. Sizlar rahmini uzib qo'ygan odam ishlaydi, unda barakat yo'q. Bunda odamlarning hayotida ma'ni yo'q, lazzat yo'q. Chunki u qilib qo'ygan. Hatto shunga bu Alloh taolo hadisi qudusida aytadi ayna. Sizlar rahmini üzgenlerini men rahmetimden üzümen. Allah'ın rahmetinden mahrum buluş ne degan çoğun ziyan. Allah'ın rahmetinden mahrum halatda yaşaş ne degan korkunçluk. Şuna biz Allah'ın rahmetini ümit qilib, Allah'a rahmet qilsa ekan deydi ekanmiz, biz sizlar rahmini yaxshilashimiz kerak. Bu sizlar rahmini üzülüp qalishidan nihoyat biz agah olup, sizlar rahmini üzüp salgan ishlardan yiroq bo'lishimiz kerak. Qağın tefsiratını inşallah yana keyinki nimada to'xtataylik. Rahmat. Endi Ustoz Ranajim, masalan qanday kishilarga sizlarning qilish vojib bo'ldi? Bu Qur'on hadisda ta'kidlangan taraflar bor. Buni bir tafsilroq ma'lum qilasiz. Başta degandek Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha eng başta sizlar ham vojib bo'ladigan yaxshilik qilishga mukallaf inson shu ota-onanda. Ata-ona yaxshilik qilish, ata-ona bilan bo'lgan munosabatda sizlar ham qilish islomning asosiy ruhi, bu birinchi o'rin. Endi shu ata-onaning ichidami endi onani Payg'ambar alayhisalom necha qatim ta'kidlaganki, Payg'ambar alayhisalom so'ragan, "Men ey Rasululloh, men kimga yaxshilik qilaman?" deganda, "Onangga" degan. Yana ikkinchi qatim kimga yaxshilik qilaman desa, "Onangga" degan. Uchinchi qatim yana kimga yaxshilik qilaman deganda, "Onangga" deb, to'rtinchi qatim borganda, "Dadangga" degan. Demek ya biz yaxshilik qilishga ve biz xizmatni qilishga eng haqli kishi bizning onamiz ve atimiz. Onun qolsa siz rahmida tuqqanlik rishtasini ulashda bütün insonning mahram tuqqanlari ve mahram bo'lmagan tuqqanlarning hammasiga deydi. Hatta ulamolar bu har qanday bir musulmonning yeni bir musulmonga siz rahm qilish haqqi va vojib deydi. O bütün dunyodagi musulmonlar am. Ama bu Seyyid Rahim'nin hazırki düşüncesinde fakatla tuqqanlarını xas qilgan taqdirimizdimi? Özümüzden hem tuqqanlarımız, ata-ana, aka-uka, aci-singil, tağa ve onun balları ve şuna o'xshagan bütün tuqqanlarımızga bütün imkoniyatimiz bilan ularga Seyyid Rahim qilish, yani tuqqanlik rishtasini texmi chingitish. Yani yaxshilik ma'nosimi endi davomli yaxshilik desak bu üstün turib boshqalarga o'zimizning yaxshiligimizni, qo'limizdan kelgan yaxshilikni qilib qo'yadigan ish. Ammo bu sizlar rahim desa, bu tuqqanlik rishtasini ulash, bu islomda insonga vojib, balki farz, bu qilishga tegishli majburiyat. Bu inson yaxshilik desa, yaxshilikni qilsin bo'ladigan, qilmasin bo'ladigan ahvolda tushunadi insonlar. Ammo haqiqatda bu insonga sizlar rahim degan vojib, balki farz hisoblanadi islomda. Endi yana sizlar rahimni ulash yoki buni qanday qanot aydirishning haqida buning yo'llari bo'ldi bir qancha hamda. Bu vaqtda qisqacha fikrlarni bayon qilib berasiz. Endi sizlar rahimni ulashning yo'llari nihoyat ko'p. Eng başta haliqidek biz o'zimizning tuqqanlarimiz bilan bo'lgan munosabatni davomli qo'yib saqlash. Hech bo'lmasa kun-kunisi salomlashib ko'rishib turish. Onun üstüge eğer yüz tane görüşüp olmasa telefon arkalık bolsun. Ularını yoklap duruş. Ularga bütün imkaniyetimiz bilen onunki her kandak bir haceti olsa rava kılışka telişiş. Ularını ziyaret kılış. Ularının kesel olup kalsa yoklaş. Şuna o'xshagan insanlıkta bütün şeyler hem desek
bu kadar ictimai münasebetdeki normal münasebettin neçesi güçlük münasebetini biz tuqqanlarımızdan saklaş onun yolları şu anda. Ang addisi bir telefon qilib qilsam shunda adam xursand bo'lgan gap bu tuqqanlari. Ba'zi qarindoshlarimizni anglaymiz. 6 oy oldu, 1 yil oldu. Bugungi kunda telefon ang bir azam bir narsanda. Har qanday qarab bildi, 100 yildimi telefon bo'lib ketdi, ata-onaning qo'lida telefon bor. O'zining ba'zan farzandlar vatandan qolib qolgan, tog'ayak, akinlari bor. Shularni oylab, yil-yillab ko'rishmaydiganligi men hayron. Bu sizlar ham degandan kendi. To'g'ri, uning iqtisodiy boshqa jihatdan bizga yordam tushmasimi? Hech bo'lmasa biz telefon bilan bo'lsami, ikki yil bir hal so'rab, qandayroq qiyinchiliging bormi, qandayroq degandan keyin uningki bu sizlar ham ulashninki eng oddiy usullar endi bu. Bo'lsa biz iqtisodimiz yana bir qarshi taraf qo'limizdan yaxshi bo'lsa, qo'limizdan kelishicha unga yordam berish, kasal bo'lib qolsa, yo'qlash, hatta boshqa bir yordam talab qilib qolsa, o yordamda bo'lish. Bu yo'llar jiqanda sira najim degandek sizlarning yo'llari. Masalan, ba'zi olimlar debdilar, ziyorat qilish, ondan keyin shu sizlargandek kasalni yo'qlash, pat hadiya qilib turish, yaxshi narsani sog' salam. Masalan, safar qilish imkoniyati bo'lsa, bunda bir o'tirib qo'pshash. Asosiy ya'ni ijtimoiy munosabatni taxama kuchlantirishimizni jaqaq. Shu urqallar bizdan ya'ni mamnun bo'lgan yo'llarni o'zimiz tepishimiz kerak. Qarsini qilsak, adamga ko'ngli ayon unda ishlar. Mush ishni qilsam, chiqmush tuqqanimdan ko'ngli mendan suyundigo degan bir yo'lni tepib, har xil yo'llar bilan tuqqanimizdan rozi qilib suyundiysak, mana islomda demoqchi bo'lganim shu. Şu vatanda ba'zi biz biladigan tuqqanlar odatdagi bir ishlar bilan tuqqanlarning o'rtasida adovatlashib qoladigan, ba'di keldi qilmaydigan nurg'un masalalar mavjud. Bu yana insonning shu ruhiy dunyosidagi bir chataqning va iymondagi bir ojizlikdan bo'lsa kerak. Bo'lmasa haqiqiy mu'min, madam hadislarda, Qur'oni Karimda bu Allah'a ibadet kılışının ikincisi tuqqan yo'qlash bo'lgandan keyin sidrahim bo'lgandan keyin hatto bir inson sidrahmini üzgen adam cennet kirmaydi desa bu xatarlik masala. Bunda bo'lgandan keyin u pachipirat odatdagi bir ishlar bilan tuqqanni o'tirdi adovatlashish bu intayin xatarlik ish. Yana kelib bizning xalqimizning ichidan-da yalqadak bizning tuqqanlarimizdan manfaat keladigan yoki bir mansibi va obro'li yoki jamiyatda o'rni kuchli tuqqanlar bilan nayt apaq-chapaq davomli ba'di keldi. Har qanday bir ish bo'lsa, oldida yurib bir xizmatni qilamiz. Ularga bütün imkoniyatimiz bilan hamma narsamizni, boyligimizni to'kamiz. Ammo o'zi kambag'al yoki kasalchan, jamiyatda o'rni tuvan tuqqanlarimiz bo'lsa, uni hatto ismlarini unutib qolamiz. O'zimizning eng muhim bo'lgan to'y turkun aloqadagi munosabatlarimizga chaqirishni unutib qolamiz endi. Yani bu islomdagi eng xatarlik va insonni tamoman halokatga olib boradigan masalalardan birisi. Yani bu masalada Peygamber Sallallahu meşhur hadisi var. Yani ey insanlar sizlar salomni o'rnashtiringlar, faqirga taom beringlar, silrahim qilinglar, kechida uxlagan boshqalar uxlaganda sizlar namoz o'qinglar. Ondan keyin Allah'ın cennetiga xotirjam kiralaysizlar degan hadis var endi. Yani bu asosda biz bu dunyodagi har qanday bir musulmonning orzusi dunyodami yaxshilik ko'rish, oxiratdami jannatga kirish. Undan bo'lgan ekan, shu jannatning shartlaridan eng cho'ng shartning birisi shu tuqqanlik ristisini ulash. Agar tuqqanlik ristisini ulayolmaydi ekanmiz, biz jannat degan bir hukumni bizning chiqarib o'tishimiz lozim ki bizning jannatga kirishimiz qancha ko'p ibodat qilaydi, qancha ko'p pul xarjlaydi, biz Allohning mushu qo'ygan shartini ijro qilmasak biz jannatga kirolmaydi ekanmiz deb mushu tushuncha bizda bo'lish lozim. Bu bir hadisdagi bir hadis ism keldi, aloqam keldi. Boy qo'lligi yaxshi, mansib va manfaat degan odamga hammalarning sizlar ham qilg'isi keladi. Hatto anda shunda buning qaqildi qolgan tuqqanlarimizni unutib qolish, yani bu insonningki tabiati endi. Shu Payg'ambar alayhisalom bir hadisi bir hadis so'zlab ketishni muvofiq ko'rdim. Payg'ambar alayhisalom bir hadisida ulg'an odam sizlar rahmat qilgan bo'lmaydi.
Yo'qlagan tuqqanni yo'qlash o zaten tabiiy manfaatga bog'langan ekan o. Ona qarshi yo'qlab turdi ekanmiz hamda. O bizni yo'qlaydi, biz uni yo'qlag'imiz keladi chunki har ikki tarafning bir-birining manfaatiga bog'lanib qolgan. Ammo sizlar ham degancha ashunda uzib qo'yganni. Ulug'a adam haqiqiy sizlar ham qilgan bo'ladi. Biz burun ya qona chiqib qo'ygan, yo biz kambag'alchilikdan uzilib qolgan muhimda sizlar rahmilini qarindoshlarimizdan bo'lgan bizningki ümidimiz. Yani bu bek çoğun gap bo'ldi sizlar rahmidan ki biz jannatni Allohning rahmatini umid qilmaydigan mu'min musulmon yo'q. Cennet ve Allah'ın rahmetini ümit kılımız deydi kendimiz. Biz izlep so'rab turib tuqqanlarimizning ichida kimlar bizga munosib tuqqan keladi, qanda bizning sizlar rahmiga ehtiyoj bor tuqqanlar bor. Ashulani qayt qizib chiqishimiz kerak. Hatta üzülüp qolgan sizlar rahmini o adovat bo'lsa, buni cho'qim tugutishimiz kerak, yurishimiz kerak musulmon bo'lsak. Yani bo'lmagan adovat bo'lmagan, lekin o kambag'allikdan yoki jamiyatda bunun chiqib qolgan tuqqanlarimiz bizning izdigimiz kelmaydigan bo'lib qolgan. Şeytandan kıyavası bilen muşundalarını biz izlep so'rab tepip seyrahim qilsak deganni qarindoshlarningki samimiy tavsiya qilmoqchi. Bunun da yana bir ilova qilganimda salomat sadr deymiz hamda insonning qalbi sog'lom bo'lish. Yani urutqalarga, do'st birodarlarga, bular urutqalarga qarta qalbimizda hamda hech qanday adovat, o'chmanlik yoki bir yani din saqlaydigan ish bo'lmasligining o'zi sizlar hamni qilishga, davomlashtirishga, uzib qo'ymaslikka undaydi shu. Qalbning sog'lom bo'lishi urutqalarga qarta bu sizlar hamni undaydigan eng muhim omillardan biri deb uni takror qilib o'tishga. Yana bir masala bu sizlar hamda biz boshda o'tgan oyatda ولا تقل لهما اف degan shu ufning ma'nosi uf degan hammadan biladi. Bir odam biz ko'ngli xush yoqmasa yoki bir odamning qilgan harakatidan bir ses kelsa uf deydi ashvandi. Shu uf degan gapni qilmag'in. Undan keyin wala tanharhuma deydi. Sen ota-onangni qattiq dukushlab ularni qo'pol muomala qilmag'in. Biz qarasak ba'zi qarindoshlar o'zining ashunda yashangan onasi, otasini hatto shu hajga akeladi. To'g'ri, yaxshilik qilib, ularning ig'irligini ko'tarib hajga akelding, ularni haj qilding. Ammo shu haj jarayonda endi azroq bir harakatni inson qilgandan keyin u kichik bolani o'rnida bo'lib qoladi. U ba'zi hushsiz gapini tuymaydi, boradigan yana o'qimaydi, qiladigan ishini bilmay qoladi. Shundan to'g'lab, vaqirab nega vardingiz, men meyda o'tiring desam o'ltirmabsiz, mani qiling desam qilmabsiz, yo bozordan bir narsa olman desam qo'ying narsani ish qilasiz degandek ko'ngilni chekadigan ishlarni nihoyat ko'p qilganini men uchratdim ba'zi insonlar. Bu ham eng xatarlik masala. Shu inchki masalada inson shu onasining yo onasining ko'nglini chekdimi, u vaqtida u tuyib tuymay aqiylik bo'lib qoladi hamda. Aqiy degan dunyo oxiratda ishi tugidi degan gap. Her qanday bir adam ota-onasining aqiy bo'lib, ota-onasining qaqishsa ya qag'ish qilib bo'ldimi, u inson qancha ibodat qilsin, qancha tirishsin, bu dunyoda muxar yashaydi, oxiratda u insonga yaxshilik yo'q. Shu sababdan biz ota-onamizga muomala qilishda naytbek sezgur muomala qilish eng yuqori seviyedagi hurmat, ehtiromni shu ota-onamizga, undan keyin bir tuqqanlarimizga, o'zimizning cho'ng ochisanlarimizga va inilarimizga, butun tuqqanlarimizga nayt yaxshi sipoyi muomala qilishimiz bu islomning asosi ruhi. O Qasım Qarmamda sizlar hamninki foydalari dunyo va oxiratdagi yuqorida o'tdik endi. Programma ko'ruvchilarimizniki nimada taxminan zihnat uchiq bo'lish uchun bunga biroz masalan dalil isbotlar so'zlab bersalar. Endi inson sizlar rahmining foydalarini, dunyo oxirat foydasini haqiqiy bilsa, endi o'zining hayotiga qayta bir nazar solishga to'g'ri keladi. Chunki bu sizlar rahmining foydasi bizning bu bir qancha daqiqalarimizdan bir so'rin bilan so'zlab tugitib bo'lmaydi. Shundaqda ham biz bir eskartish, tazakkur fa inna zikra tanfa'ul mu'minin degan Allohning bu oyati bana bir eslatib o'tamiz. Birinchi buning cho'ng foydasi Allohning rahmatiga nail qilish. Sizlar ham qadamning Allohning rahmatiga erishdi. Allohning rahmatiga erishdi deganning ma'nosi endi dunyolik oxiratlik ishing
bir ret düşüp bir yolga mangdın degan bo'ldi. Bu Allohning rahmati degan bir cho'ng narsa. Hammalarning orzuyimiz, tamayimiz shu Allohning rahmatidir. Allah bizga bir rahmat yog'dirsa, barakat yog'dirsa deb. Birinchidan sizlar ham qilgan odam Allohning rahmatiga nail bo'ladi. Yana biri shu Allohning rahmatining jumlasidan eng bizning orzuyimiz bo'lgan jannatga chirdandi. Bu yerda shu dunyo oxirat foydalarini aralashtirib so'zlagan vaqtimizda yana bir bu sizlar hamning foydalari barakat endi. Sizlar ham qilgan odam barakat topadi. Sizlar ham bo'lgan uyda Alloh azza va jalla uningga butun ishlarga barakat beradi. Sizlar ham yana bir buning sizlar rahmaninki foydalarining biri shu sizlar ham qilgan odamning shu nam obro'yini Alloh taolo ustun qiladi. Sizlar ham qilib o'tgan odam urutuqqanlari tarafdan suyuladi. Yuqurus Allah tarafından, firishtalar tarafından, bütün müminler tarafından suyuladi, onun namı mengu qaldı. Hem o adam doğru çıkıp ketkendan keyin mu yaxshi ilim bilan tilga oladigan bo'ladi. Bu Qur'on ajoyib isli odam edi, urug' tuqqanlarga kuymayapti, amroqdi, rahim qilib turadi deb, hammadan buningga yaxshi tilaklar bo'ladi. Shuningga o'xshash endi bu sizlar rahmning yana bir ma'naviy foydasi insonni yuqorida oyat hadislarimiz bo'yicha aytganda do'zaxdan saqlaydi. Sizlar ham qilsak buning foydasi o'zimizga, har qanday zaten shariat belgilagan ishninki qilsa foydasi o'ziga, qilmasa uning ziyni o'ziga bo'ladi insondan. Bu sizlar ham qilsak, mana biz hammamiz kechikimiz panoh tilayotgan do'zaxdan saqlanib qolamiz, do'zaxdan yiroq bo'lamiz. Shunga biz bu sizlar hamninki foydalari ko'p. Buni qilib baqqan, tajriba qilib baqqan odamlar biladi. Biz qisqagina bir hayotimizda ko'ryapmiz. Bir qancha odamlar sizlar ham yaxshi qildi deb bildik, amaliyotda yaxshi qilgan, oningki hayoti ham ishlar Allohning rahmatiga erishayotgan, ishlar qilayotgan, mushunda bir bayashat dunyoning baxsadida turmushida yashayotganligini ko'ramiz. Sizlar ham uzib qo'ygan odamning-chi tarafdan hayotlari chechalanga, ishlar tartibsiz, mushunda bo'layotganligini ko'ryapmiz. Mana bu sizlar hamning foydasi bilan zina, sizlar ham qilgan odam bilan, sizlar ham uzib qo'ygan odamning da ikkisiga bir aql va odam selishtirib ko'rsa, foydasini o'zi bilib ola oladi. Ustoz Siray Najim ham yuqorida azroq so'zlab o'tdilar bu haqda, lekin biroz tafsili to'xtalsak, masalan, jamiyatda sizlar rahimning uzilib qolishningki nurg'un ko'rinishlarini biz ko'ryapmiz endi. Ba'zi odamlar qirib ota-onalarini tashlayotgan, o'rtoqlarni tashlayotgandek, hatto chet elda masalan televizorlar ko'rsak, ota-onalarni darli aytamga qilib, o'zi uyda o'tirib yoki bo'lmaylarga tashlab bizni qat'iy xaromaydigan shunday ko'rinishlar bordi. Shu ko'rinishlardan sizningki bilganlarini so'zlab maqtasida. Bu shunday sizlar rahim masalasida bu bek muhim masala. Hatto Payg'ambar alayhisolamdan bir qancha sahoba, bir qancha o'rinda jihadga chiqishga ruxsat so'rab borgan vaqtida Payg'ambar alayhisolam sening ota-onang hayotmi deb so'raganda, ota-onam hayot degan. Ota-onam hayot deganlarga sen berib uyingda ota-onang bilan ota-onangga xizmat qilib jihad qilgan. Shu ota-onang xizmat qilishing bu sening qilgan jihading degan. Demak, buni Payg'ambar alayhisolam ota-onang xizmatini qilish va ota-onang hamrohligida bo'lishning o'zini jihadga chiqishdan ulug' ko'rgan. Bundan bo'lgan ekan bu naidibek sezgur va muhim masala. Buningga bizning xalqimiz haqiqatan bu tuqqanlik rishtasini ulashda, sizlar ham qilishda sal qaramaslik lozim va bu islomning haqiqiy ruhi va buning qarta endi mayli ulamolarning yozgan kitoblari bo'lsin, mayli Qur'oni Karimdagi oyatlar bo'lsin, Payg'ambar alayhisolamning hadislari bo'lsin, bu tuqqanlik rishtasini ulashdiki islomning tashabbuslari nayt ko'pkan. Xususan men bir qancha kun bir izlanib qolsam, bir qancha mukammal yozilgan kitoblar bu vaqtda chiqadi. Bir qancha kitob. Va Qur'oni Karimda nayt ko'plagan oyatlarda qandaq bir o'rinda Qur'oni Karimda Alloh ibodat qilish va shirk keltirmaslik degan oyat mazmun kelsa, orqasidan ota-onaga yaxshilik qilish va ota-onaning ko'nglini chekmaslik degan masalalarda oyat tushgan. Bunday bo'lgan ekan biz buni sal qolmaslik lozim. Haqiqatan xalqimiz buni sal qarayotdi. Mayli xalqimiz bo'lsin, har qanday bir jamiyatda, har qanday bir insonlar
Uşundaq tuqqanlıq riştini ulaydiken, üzüdiken, xususan bu atanın xizmetini qılmay ularını taşıdıken, bundaq milletki mu yaxşılık yok, bundaq qavmga mu yaxşılık yok. Hemmini biz küravatımız. Gariplikler atanasını taşlap koyuyordu. Ularda hiç qandaq bir insanlıktan eseri yok. Atanasını kömegen, atanasını taşıvatkan insanda insanlıktan söz ediş mümkün emez. Bu qandaq olup kessin. Şunun için bu atanın hizmeti, bu sil rahimning en çoğun seviyesi, onunkin bütün tuqqanlar bunun dahil deb sözledik. Şu asasda bu tuqqanlık riştisi İslam'ın en asaslık ruhları ve asaslık tügürüklerden birisi. Her qandaq adam bu tügürükni yıqıtıdiken İslam'ını yıqıtkan buludu, hatta özünün hayatını yıqıtkan buludu, öz ailesini yıqıtkan buludu. Xuddi bu dünya ötni alem. Her qandaq bir insan özünün ata-anasıga yaxşı muamele qilmasa, umu özünün balabaqlardan aynı muameleni körüdendi. Hatta bir misalda mı birisi elqadak özünün anasını bir yerden taşıvatqan qopsa, anası balam mening anamni mı dadamni mı falan yerden taşıvatqan, sen mi meni o'sha yerden taşlagan deb, şu taşlagan yerning o'ziga ko'rsatdi deydi. Demek bu ötni alem. Biz ata-onamizga, tuqqanlarimizga yaxshilik qila olsak, bizning bu balalarimizdan biz yaxshilik ko'ramiz. Agar biz uni qilolmasak, balalarimizdan yaxshilik ko'rishni unutib qolishimiz kerak. Belki bu bütün ummatga, bütün millatga bala musibet olib keladigan masala mening shu sil rahimni üzüb qo'yish va tuqqanlik rishtasini üzüb qo'yishdan keladi. Shu sababdan biz bizning jamoatimiz Uyg'ur xalqi haqiqiy dunyo oxiratda yaxshilikni xohlaydi ekanmiz. Bu masalaga parvasiz qarasak qat'iy bo'lmaydi. Sizdan boshqa qo'shib. Bu bir narsani bir qissa esimga keldi. Shuni bilan sizni oxirlashtirsak. Bizning ustozlarimning birisi o'zining bishiga o'tganini so'zlab, shu 70 yoshlarga 60 yoshni oshgan holatdagi ustoz edi. Uning endi 4 o'g'li bor-da, Jambarra o'g'lisi, kerak qilgan o'g'illar. Shunda turib 60 necha yoshga keldi, yolg'iz qolganlik. Ustozimiz men bundan xafa bo'lmayman. Mening bolalarim nayt yaxshi bolalar, salih bolalar. Hamma tarafdan dadasini iqtisodiy va boshqalarni yaxshi yo'qlab turdi. Afsus endi yenda, kechkunduz yendi yo'q. Ustozimiz bu mana Allohdan yangan bu o'tni alam jahon men ham shu o'qish munosabati bilan endi bu sil rahimning dadasining xizmatini qilolmas, yomon boshqa ishlarni emas. O'qiyman deb kichigimda mana shu 7 yosh vaqtimdan tortib arilib ketib dadamning xizmatini qilolmagan. Endi shunga mening bolalarim hamda ashman dadamning xizmatini o'qiyman deb qilolmasam, dadamdan yiroq bo'lib qolganlikdan shu bolalarimdan menga yenyapti. Bunun mana her qanday bir adam ata-onasiga urug' tuqqanlar qilib qo'ysa, nima qilsa shuni ko'rdi degan misol qilib so'zlab bergan. Bu misoldan biz qag'ini uchiqib olsak bo'ladiki, biz ata-ona urug' tuqqanlarimizga nima qilsak, shu bolalarimizdan va boshqa urug' tuqqanlarimizga shu yanada ekan endi. Shunga do'stlarimdan hamda bu ko'pchilardan shu sila rahmaga masalasiga alayda diqqat qilib, o'zimizning xatoliklarni bir isloh qilsak degan tilakdoshman. Rahmat tashkilga. Hurmatli qarindoshlar, bunun bilan bugungi Din va hayot nomli haftalik programmamiz oxirlashdi. Yana boshqa programmalarda ko'rishmak umid bilan hammanglarni Allohga topshirdim. Xayr, xo'sh, aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.